Ha, mana shu bog'ni buzamiz deyishyapti, chunki bu nav endi eskirdi dedi. Bog' o'zi idealli, faqat navi ranglanmayapti. Aytaylik 10 yil oldin o'sha rang ma'qul bo'lgan bularga, endi yangi navlar topilgandan keyin rangi yutqizib qo'yapti bozorda. Mana buni ko'rgansizlar. Kalsiy yetishmovchiligi hamma biladi buni. Kalsiy yetishmovchiligi qanaqa oldini olamiz? Kalsiy dorisini qarang, o'zi 8-10 marta sepsangiz va tagidan bersangiz 2-3 marta yetadi. 2-3 ta ishni noto'g'ri qilganingizda o'sha 10 marta dorini 20 marta sepsangiz ham foyda qilmaydi. Birinchisi, boya eslasanglar mevani kamaytirish haqida gaplashdik. Ya'ni olma har yili meva berish kerak dedi. Har yili meva berganda kalsiy yetishmovchilik bo'lmaydi. Nimaga desangiz, boya tushuntirdim, o'sish bilan meva o'rtasida balans bor. Agar mana bu yil olmani seriyalatmadingiz, toqalamadingiz, hamma mevasini qo'yib qo'ydingiz, o'sish kam. Kalsiy yetishmovchiligi bo'lmaydi. O sababini aytaman. Keyingi yil olmangiz ko'p berdi-ku bu yil. Keyingi yil kam beradi, to'g'rimi? Bermaydi. Qolgan mevasi birinchidan yirik bo'lib ketib qoladi. Yirik mevada bunaqa narsa muammo ko'p bo'ladi. Ikkinchi sababi novda ko'p o'sadimi? Novda mevadan kalsiyni o'g'irlab oladi. Siz sevurasiz, novdaga qarab ketaveradi. Sevurasiz, novdaga qarab ketaveradi. Siz mana shu ishlarni noto'g'ri qilsangiz, foydasi yo'q kalsiy. Ikkinchi javob bu kesish xatoligi. Kallaylar ursangiz daraxt o'saveradi. Kallaylar urasiz, o'saveradi. Nima dedik? O'sgan sari, novda ko'p bo'lgan sari kalsiy yana ketib qolaveradi. Bo'lmasa ikkita ishni to'g'ri qilsangiz, muammo kam bo'ladi.